Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'raganiga shu videoni chiqarishga qaror qildik. Banisamiz Marhamat tumanida sentrda joylashgan shifoxonamiz. Bu yoqda ginekologi roddomni ichida hisobda. Atrofimiz hammasi больница. Mana shu tashqi ko'rinish. Ikkinchi qavatda joylashgan shifoxonamiz. Hozir kira bemorlari bilan qisqa qilib video qilamiz. Qisqacha tushuntirish bo'linadi. Endi bu ko'pchilik so'rayapti bu narsani, shuning uchun chiqaryapmiz. Больницangiz qanaqa, yotib davolanish sharoitlari qanaqa, xonalar qanaqa? Bu endi o'zimning qabulxonam. Bu yerda giyohlarimiz bor. Dokumentlarni ko'pchilik so'raydi, sertifikatlar, hammasi, guvohnomalarimiz, Tavbat akademiyasi a'zosiman o'zim. Hamma dokument tomonlama, hamma yo'g'imiz bor. Bexijolat u tomonlama. Bu endi qabulxonamiz. Hozir tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavatda joylashgan. Bemorlarimiz ikkinchi qavatda yotishadi. Hozir bemorlar bilan qisqa suhbat qilamiz. Qanaqa shifo topishyapti, nima holatlar. Bu yoq tomonimiz erkaklar tomon, bu yoq tomonimiz ayollar tomon. Ayollar shu yoqda. Hozir erkaklardan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Gruppaga video qilib chiqarmoqchi edik, tog'a. Hozir sizlar Qirg'izistondan kelgansizlar, a? Qirg'izistondan bu safar o'g'lingizni olib keldingiz, xudo xolasa. O'g'lingiz endi yaqinda keldi. Bu yoqda hali o'zgarishlar endi boshlanadi, xudo xolasa. Sizda qanaqa natijalar bo'ldi? Necha foizga o'zgardingiz общий olganda? Yelkan buni chiqanalar 90%. Oxirgi kursdan Yaxshi, Alloh shifosini bersin. O'sha yelka qismlari ancha 90% ga yaxshilanib bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi. O'zgarishlar yaxshi bo'lyaptimi axir? Yaxshi. Alloh shifo bersin. Sog' bo'ling. Endi qisqaroq qilib video qilmoqchimiz. Ko'pchilik tushirish kerak edi. Xonalarda ham ishlarni bir ko'rsatib beryapmiz-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hali aytganimdek, gruppaga chiqarmoqchimiz. Siz xudo xolasa hozir ikkinchi kursga keldingiz, a? Bu Hoji akamiz do'stingizni olib keldingiz. Endi bu yoq hozir endi 2 kun bo'ldi boshlaganiga. O'shaning uchun bu yoqdan hali o'zgarishlar endi boshlanishni boshlaydi. Sizda nima natijalar, qanday natijalar bo'ldi? Xudoga shukr, o'zgarish ancha yaxshi. Oyog'im muzlashlar, qon bosim bilan keldim, belda og'riq bor edi. Ancha yaxshi, xudoga shukr. Oyoqlarimdagi muzlashlar to'xtatishlar yo'qolib ketdi. Yuraklar ham yaxshimi? Yaxshi, xudoga. Boshingiz og'ir bo'lib turardi, u tomonlama ham? Alhamdulillah. Alloh shifo berib, mana siz Yaxshi. mana sababchi qilib doim shifo beryapti. Allohga bersin. Yaxshi. Sizni ayolingiz ham oldin kelib davolanga o'tgan yillar. Ayolingiz sizni jo'natdi bu safar. Ayolim davolangan, Yaxshi bo'lishi, natijalar bo'lgani uchun albatta sizni jo'natyapti. Allergik rinit bilan kelishganda ular yaxshi davolanishib ketishdi, xudoga shukr. Hozir mana siz ham davosini yaxshi bilganingiz uchun Hoji akamizni do'stingizni olib kelyapsiz, xudo xolasa. Ajab emas bu. Alloh shifo berib. Yaxshi. Hozir endi necha foizga o'zgarishga erishdingiz? Hozir yaxshi katta foiz katta yaxshi o'zgarish ancha 80-90% ga erishdingizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Xursandmiz. Salomat. Tavsiya qilasizmi shu bemorlarga? Albatta, kelib davolansin. Bu tabiiy yo'l ekan. Mana giyohlar bilan o'zimizni asal, qari, endi shifo Alloh. Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Sog'ayib ketinglar. Rahmat. Xo'p, ikkinchi xonamizga kirdik. Endi birorga bemorlarimiz xohlamadi videoga tushish uchun. Shuning uchun ularda qisman bemorlarimiz tushib bermaydi hisobda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat. Syomka qilyapmiz, gruppaga qo'ygani bemorlar uchun, sizlarga o'xshagan bemorlar uchun tushuncha bo'lishligi uchun. Hozirda o'zgarishlaringiz qancha foizga erishdingiz, tog'a? Siz grija bilan keldingiz, oyoq sovqotishlari bilan keldingiz. Prostata tomonlama 80% ga o'zgarishga erishdingiz, xudo xolasa. Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Xo'p, Mirzo olim, siz Namangandan keldingiz? Namangandan. Siz buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan keldingiz. Kelgan paytingizda hozir ertaga tugatasiz, xudo xolasa birinchi kursimiz. Yaxshi. Endi dializga o'tadigan paytda keldingiz bizga, shundaymi? Meditsinaga borganingizda dializ yo'q, ana Alloh shifo berib dializsiz tabiiy. Qancha foizga erishdingiz? Hozir ishli yo'q.
hammasi yaxshi. Bir 70% ga ketdi, xudo xolasa ishlar ham. 70% ham ko'proq. 70 dan ham ko'proqqa ketdi. 70% ham ko'proq. Yaxshi. Yaxshi, Xudoga shukur. Yaxshi. Nafas olishlaringiz ham yaxshilandimi? Ham tavsiya qilaman mana shu ayri bilan Davolanishlik. derizdan ham iloyim chiqib ketsin, derizga tushkunlik qilmasin. Tushkunlik qilmasin, to'g'ri. Endi bu kasallik to'g'rirog'ini aytganda bu yoqda endi kreatinin 700 nechiga chiqqan edi? 700 dan oshiqroq edi kreatiningiz. Machavina 23 mida shunaqa edi. Endi bu o'ta jiddiylashib ketgan holat hisoblanadi. Haqiqatan hali dializga muhtoj bo'lgan holat hisoblanadi. Chiqishi ham to'xtab qoldi. Hozir CD'lar ham chiqib juda U kelgan kuningizdan boshlandimi siyishlaringiz tezlashishi? ishlar hozir juda zo'r chiqyapti, sara bo'lib chiqib ketadi. Endi bu kasallikni mana shu buyrak yetishmovchilik kasalligiga duchor bo'lgan bemorlar to'g'ri tushunishadi nima holatligini. Bu yoq kelgan paytda qorinlarida ham arqalar umuman shishib ketgan, oyoqlar umuman shishib ketgan holatda kelgan edi. Tarsillab ketgandi shishib. Allohga shukr, hozirda mana o'sha ishlar hammasi qaytdi. Shunchalik qabul qilib Alloh shifosini bersin. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi sizga o'xshagan bemorlar juda ko'pda, Mirzo olim. Juda ko'p. Ana o'shalarga tushuncha bo'lishlik uchun siz bilan ko'proq gaplashib, tushuntirishga harakat qilyapman. O'zgarishlarni mana o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsiz. Faqat endi bu darajagacha oshirib yormanglar. Keratininni ham, machavinani ham. Bu o'ta jiddiy holatda keldi bu yoq bemorimiz. O'shanda ham shifo bo'lyapti. Lekin erta bosqichrog'ida keladigan bo'lsanglar, yana ham o'zgarishlaringiz yaxshi bo'ladi. Mayli, Alloh shifo bersin. Sog'ayib ketinglar. Oshdan sog'ayib keting. Salomat bo'ling. Bu yoqdan Jizzaxdan kelgan bemorimiz bor. Yaxshimisiz? Avvalgi masalalarni ham. Siz poliartrit kasalligi bilan kelgan edingiz-a? Kelgan paytingizda qo'llaringiz ishlay olmas edi. Shunaqa holatdamidi? Peli ham ushlay olmassiz даже. Hozirda qanaqa o'zgarishlarga erishdingiz, xudo xolasa? Hozir yaxshi. Necha foizga deysiz? 80-90 deydi. 80-90% ga erishdingiz, xudo xolasa. Yaxshi. Oralardan qutuldimda xullas. Oralar yo'q hozirda. Bemalol qo'llarni ko'tara olyapsizmi? Yaxshi, yaxshi. Alloh shifo bersin. Xursandmisiz axir? Albatta. Poliartrit kasalligi borlarga nima tavsiya qilasiz? Kesin davolansinlar. Juda ham foydasi yaxshi. Mana shu poliartrit kasalligi bilan kelgan bemorlar juda ham zo'r natijalarga erishishadi, xudo xolasa. Alloh shifosini bersin, sog'ayib keting. Sizga rahmat. Salomat bo'linglar. Endi albatta hajomani qilamiz. Hozir nima syomkani qilib olay, keyin qilamiz. Bu yog'imiz erkaklar tomonga endi kiradigan joylarimizga kirdik, ko'rsatdik. Bu yoq ayollar tomon. Videomiz endi ko'payib ketibdi. Shuning uchun ayollar tomonni endi alohida qilib olamiz, xudo xolasa.